Oshxona ikkita qizi borligi shunday bo'linadi. Mana bu joy tozaligini qarang, lekin juda ham eski. Va bu joyimizni ko'rishingiz mumkin, uy mog'orlab ketgan. Uy sovug'i odamni chaqib oladigan darajada sovuq. Har bir joylar suv o'tgan, har bir joylarda to'kilib erib ketgan. Bu uyga eng sovuq xonasi, ya'ni spalni. Uyda bir dona spalni bor va uyi suv o'tib ketgan, mog'orlab ketgan qismini ko'rishingiz mumkin va kravat. Uchalavergisi shu joyda yotishadi. Hozir ehson qiladigan joyi. Shu videoni ko'rdingiz, befarq bo'lib o'tib ketmang, iltimos qilaman. Shu videoni story qo'yib bering, bir dona like bosib qo'ying. Sizdan katta yaxshilik bo'ladi, ehson bo'ladi, zakotingiz bo'ladi. Rahmat oydan o'tdik, yaxshilik oyiga keldik. Befarq bo'lmang, kartalar oilani o'zini nomida. Va agar kartalarga tashlaolmasangiz, Payme, Click, Paynet ilovalaridan yaxshilik izlab qidirib, ehsonlarni qo'llab-quvvatlasangiz bo'ladi. Unutmang. Agar birlashsak, mana shu holatdan bu oilani olib chiqib keta olamiz. Ko'rishingiz mumkin, ona ertalabdan